Yurak meniga qon oksigeni yetishmaslik, yurak ojiz, yurak ritmsiz so'qish, umumiy badan ojiz, put-qo'l isimayotgan, put-qo'l uyushgan ahvolga qarata nurg'un qimmat mahsulotlarni iste'mol qildik. Ammo buning unumini ko'rmadik. Bu zodi nima uchun? Bugun qarindoshlar mush to'g'risida paranglashamiz. Yaxshimisiz qarindoshlar? Men sizlarning yaqin doktor qarindoshingiz Mehmet doktor. Filmga diqqat qilishdan burun siz yurak belgisini besib o'tishni tutib qolmang. Inkas rayoniga mening ajim uchun gul belgisini yo'llab o'tishni, yaqin yo'qlaringizga filmni yo'llab o'tishni tutib qolmang. Ko'proq qarindoshlarimiz foydalanib olsin. Yana mendan shu yurak meniga qon oksigeni yetishmaslik ahvoli deydi doktor. Jiq qimmat mahsulotni iste'mol qilib ketdim, lekin yaxshi unumni ko'rmadim. Bu zodi nima uchun? Men yaxshi mahsulot topolmadimmi yoki to'g'ri iste'mol qilolmadimmi deb maslahat surdi. Birinchidan, haqiqatan yaxshi mahsulot topolmagan bo'lishingiz mumkin. Ham shundaqla to'g'ri iste'mol qilolmagan bo'lishingiz mumkin. Buningda ishonchlik, o'zingiz ishonayotgan nupuzliq, bu kimkan mahsulotni sotayotgan, kim ishlab chiqaribdi, nerede ishlab chiqaribdi, qanday ishlab chiqaribdi degan ma'noni surishdim. Ikkinchidan, yurak menga qon tomir kasalligiga qarata mahsulotlarni badan ojiz bo'lmasa, tiningiz bak ojiz bo'lmasa, yeshingiz bak cho'ng bo'lmasa, kesalingiz bak og'ir bo'lmasa, tomoqdan bir soat burun iste'mol qilsangiz unumi yaxshi bo'ladi, lekin tini ojiz, yesh cho'ngligi sal og'ir kelib qoladi. Bunda qarindoshlar tomoqdan 1-2 soat keyin iste'mol qilsak unumi yaxshi bo'ladi. Buningdan keyin eng asosli bir masala bor bu yerda. Bu yurak menga qon oksigeni yetishmaslik, qon tomir tuzalash, tayyorlashdan kelib chiqdi. Buni demasam tushunishda oldingi filmni so'zladik, boshqa kishib oldingi filmni ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchidan, qon quyoqliq, qon may ahvolidan kelib chiqdi. Buni so'zlagan. Uchinchidan, yurak ojiz, yurakning iqtidori yaxshi emaslikdan, ya'ni yurak qon yaxshi siqib chiqib bermasa, u badanga qon bera olmaydi. Bundan kelib chiqdi. To'rtinchi bir muhim omil. Qon ozlik, qonda quvvat yo'q. Buningdan yurak menga qon yetishmas kelib chiqdi. Qon oz bo'lgandan keyin albatta yetishmaydi. Biz o'ng uyda 5 odam bor, bizda 4 ta non bo'lgan bo'lsa, bir odamga non yetishmaydi degan gap. Bu shunga o'xshash. Endi biz yurakka qarata, qon tomiriga qarata mahsulotni iste'mol qilavergan bilan qon tomirini ochdik, qonni suyuldirdik, yurakni quvvatladik. Lekin sizda qon ozlik bo'lib qolgan bo'lsa, bu tomirning ichida oqayotgan qon yo'q. Biz tomirni kengaytirib mundoq qilib qo'ysak, bu texma balkim kesinlik og'irlab ketishi mumkin. Sizda qon ozlik bo'lib qolgan bo'lsa, chunki tomirning ichida qon to'lab oqolmadi. Bu birisi sizning umumiy badanning ojizligini keltirib chiqardi. Ikkinchidan, yurak menga qon yetishmasligini texma og'irlashtiryapti. Kichik og'irlikda oqayotgan suvni cho'ng o'stanga boshlab qo'ysangiz, bu o'stangda tigida bunday singishib ketdi bu. Shunga o'xshash gap. Shunglashqa yurak menga qon tomir kasalligiga qarata mahsulot ichayotgan, yurak menga qon oksigeni yetishmayotgan ahvolga qarata mahsulot ichayotgan qarindoshlar, menda zodi qon ozlik bormi? Qon so'g'ib ketish bormi? Qonda quvvat qolmadimi? Ma'ni o'ylashib baqili. Qonda quvvat qolmaslik deganmi nihoyat bir og'ir masala. Qon to'liq, lekin qonning tarkibida quvvat bo'lmasa, qonning tarkibi nihoyat ojizlashib qolgan bo'lsa, qon suyulib ketgan bo'lsa, qonda axlat yig'ilib qolgan bo'lsa, yana yurak menga qon oksigeni yetishmaydi. Shunga mushu ahvol bo'lib qolgan qarindoshlar bir yoqqining qon to'liqlaymiz, bir yoqqining qon tomirini echib, yurakni yaxshilaymiz, uningdagi unumni ko'rib o'tdi. Endi mushu ahvolga qarata yurak menga qon oksigeni yetishmayotgan, qon oz, qo'l isimayotgan, yurak ritmsiz so'qitgan, uyqusi yaxshi emas ahvolga qarata unumlik, sifatlik, unumini kapolatga belgilab o'tgan haqiqiy Xotan diyarining mahsulotini iste'mol qilsam bo'tdi degan qarindoshlar 180 99 75 00 94 degan unumlarni qo'shib olsangiz bo'tdi.